Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun 22 oktyabr yakshanba. Navbatdagi obyektimiz. Obyektimiz Namangan shahar Doshkola dahasida. Hop, ikkita xonadan, bitta sanuzilimiz bor. Hop, joyimiz izolyatsiya qildik, to'pli pol montajlarni qilib, ustida maxsus setkasi bor. Beton tagidan qo'yiladi. Shuni solib chiqdik. Beton qo'yishga tayyor qildik. Hop, bu xonani boshqaruv regulyatori bor. Regulyatorni o'rnatdik. Shu regulyator yordamida xonani regulovka qilasiz. Bu yoqda spalniyimiz bor. Spalniyimiz montajini tugatdik. Bu yoqqa setkasini solamiz. Bu yoqqa regulyatorni o'rnatamiz. To'pli polimiz Janubiy Koreya mahsuloti. Sog'liq uchun xavfsiz hisoblanadi. Elektr tejamkorligi, boshqa elektr to'pli pol, elektriskiy sog'li to'pli pollarga nisbatan 3 barobar kam xarajat qiladi. To'pli polimizga 20 yil kafolat beramiz. To'pli polimiz 4 sm beton ostidan o'rnatiladi. Kimga qiziq bo'lsa, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.